Xo'p, demak, agar hozir 2 daqiqada boshlaymiz. Agar ovozim yaxshi ishlayotgan bo'lsa, aytib yuborsangiz, men hozir o'shanga qarab ish qilamiz. Men hozir yozib yubordim, ovozim yaxshi ishlayaptimi, yo'qmi o'shani yozib yubora olasizlarmi? Demak, yaxshi. Demak, ko'pchilik ovozim yaxshi ishlayapti. Hozir 1 daqiqadan keyin boshlaymiz va ekranimni sizlar bilan o'rnashaman. Demak, bugun esingizda bo'lsa, o'tgan darsda biz ogohlantiruvchi belgilarni o'rganganmiz. Ya'ni barcha turdagi ogohlantiruvchi belgilari, ya'ni bizda 30 xildan ortiq ogohlantiruvchi belgilar bor. O'shanga bugungi darsimizda ogohlantiruvchi belgilar, ya'ni ogohlantiruvchi belgilarga oid bo'ladigan, tushadigan savollarni o'rganamiz. Ya'ni bizda testda, ya'ni 1200 ta savoldan yaqin test bor, biladigan bo'lsanglar, o'shanda 1200 ta testdan deyarli 35 ga yaqin savol ogohlantiruvchi belgilar haqida tushadi va o'sha 35 ta savolni bugun hammasini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Shunda sizda keyingi testlarda bunaqa bo'lmaydi, ya'ni sizlarda keyingi testlarda muammo bo'lmaydi, ya'ni ogohlantiruvchi belgilar bo'yicha. Demak, agar ovozim yaxshi ishlayotgan bo'lsa, biz anaqani boshlaymiz darsni. Hozir ekranimni ulashaman sizlar bilan. Xo'p, demak, ekranim yaxshi ko'rinyaptimi? O'shani ham yozib yuborsanglar yaxshi bo'lardi. Xo'p, ekran ko'rinyaptimi? O'shani yozib olinglar. Demak, ekran demak, yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, hozir 1 daqiqada boshlaymiz. Demakcha, hammaga yaxshi ko'rinyapti, to'g'rimi? O'zi mana bu rasmlari ozgina xiraroq bu anaqani, lekin muhimi mana shu savollari, keyin javoblari yaxshi ko'rinsa, demak, boshlovchilik bo'ladi. Rasmi biroz xirob bo'lishi mumkin. Demak, yaxshi. Menimcha hammaga yaxshi ko'rinyapti. Keyin boshlaymiz. Boya aytganimdek, ogohlantiruvchi belgilar haqida bizda 35 ta savol bor degandim. Ya'ni mana 35 ta savol ogohlantiruvchi belgilar haqida tushadi testda. Keyin birinchi savoldan boshlaymiz. Ya'ni ogohlantiruvchi hozir o'rganadigan testlarimiz hammasi ogohlantiruvchi belgilar haqida bo'ladi. Ya'ni o'tgan darsda o'tganmiz. Agar kim ogohlantiruvchi belgilar haqida bo'lgan o'tgan darsimizda bo'lmagan bo'lsa, video darsni kanalga tashlab qo'yganmiz. O'shani to'liq ko'rib chiqsanglar, ogohlantiruvchi belgilar haqida barchasini bilib olasizlar va sizlarga uncha qiynalmaysizlar. Xo'p, demak, bugun boshlasak, birinchi belgimiz, ya'ni birinchi savolimiz, ya'ni mazkur yo'l belgisi nimani bildiradi? Biz ogohlantiruvchi belgilar darsida o'tdik. Bu belgi nimani bildiradi? Bizda ikkita variant bor. Keyin bitta ogohlantiruvchi belgilar qayta olamiz. Bu belgining nomi nimaligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaytadigan bo'lsak, bizda bu belgimiz mana xuddi shu belgi, ya'ni 120 belgisi piyodalar o'tish joyi. Faqatgina bu belgining nomi piyodalar o'tish joyi. Biz xuddi shunaqa ravishda testdan bu belgining nomi nima ekanligini topishimiz kerak. Bizda qaraydigan bo'lsak, F1 javobda yo'lning trotuar yoki piyodalar yo'lkasi bo'lgan qismini. Yo'q, bunday emas. Bu hech qanday trotuar yoki piyodalar yo'lkasi emas, balki piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismini bildiradi. Shu sababli biz to'g'ri javob sifatida yo'lning piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismi degan mavzuni belgilasak, ya'ni javobni belgilasak bo'ladi. Xo'p, demak, belgimiz bizda yashil chiqadi, chunki bu to'g'ri javob edi. Undan keyingi savolimiz keldi, ushbu yo'l belgisi nima haqida ogohlantiradi? Bu ham ogohlantiruvchi belgi va biladigan bo'lsak, o'tgan darslarda o'tganmiz, bu belgi nima ekanligini. Keling, yana bir marta qaytamiz va bu belgining ma'nosini o'rganamiz. Xuddi shu mana 1-3-1 belgisi, ya'ni bir xil belgi, boyagi savoldagi tushgan belgi bilan bir xil narsa. Aytilayotgan tagida yozib qo'yibdiki, bir izli temir yo'l, ya'ni oldimizda bir izli temir yo'l kechmasi borligi haqida ogohlantiradi. Ya'ni kechma emas, oldimizdagi rails bir izli ekanligidan ogohlantiradi. Yana bir muhim ma'lumot, o'tgan darsda aytib o'tganimdek, bu bir izli temir yo'l kechmasi, bu belgi faqatgina shlagbaumsiz temir yo'l kechmasi oldida o'rnatiladi. Ya'ni shlagbaumli bo'ladigan bo'lsa, bu belgi o'rnatilmaydi. Faqatgina shlagbaumsiz temir yo'l kechmasi oldida o'rnatiladi. Demak, mana shu o'rgangan ikkita ma'lumot orqali testda javobini topishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi variantni o'qiydigan bo'lsak, bir izli temir yo'l kechmasiga yaqinlashayotganligi haqida degan narsa bor. Yo'q, bunday emas.
bizga yaqinlashayotganligi haqida emas, balki o'sha yerda bir izli temir yo'l borligi haqida bildiradi, yaqinlashuvi haqida emas. Chunki bu belgi to'g'ridan-to'g'ri o'sha relsning, ya'ni temir yo'l izining oldida o'rnatiladi. Ogohlantiruvchi belgi bo'lishiga qaramasdan, bu bir necha metr masofada emas, ya'ni istisno tariqasida faqatgina o'sha temir yo'lning oldida o'rnatiladi. Shu sababli bu yaqinlashayotgan haqida ogohlantirmaydi. Ikkinchi variantga o'tamiz. Bu shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kechmasi borligidan degan ma'noni bildiryapti. Ya'ni bu to'g'ri javob sifatida qabul qilamiz. Nimaga? Chunki boya aytib o'tganimizdek, bu belgi shlagbaum bilan jihozlanmagan temir yo'l kechmalari oldida va bir izli temir yo'l kechmasi borligidan ogohlantiradi deb aytdik. Undan keyingi javobni ham o'qib ko'ramiz. Mayli, shlagbaum bilan jihozlanmagan ikki izli temir yo'l kechmasi borligidan. Yo'q, bunday emas. Bu belgi faqatgina bir izli temir yo'l kechmasi borligidan ogohlantiradi. Shu sababli ikki izli temir yo'l kechmasi borligidan degan variantni olib tashlaymiz. Ya'ni bu noto'g'ri variant sifatida qabul qilamiz. Bizda to'g'ri javob bu F2, ya'ni shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kechmasi borligidan degan javobni belgilaymiz. Xo'p, belgilaganimizda yana yashil chiqadi. Xo'p, demak, keyingi savolga o'tamiz. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Bizda keyingi savol, bu belgilar aholi yashaydigan joylarda xavfli yo'l qismi boshlanishidan qancha masofada o'rnatiladi? Xo'p, qaraydigan bo'lsak, bu belgilar hammasi ogohlantiruvchi belgilar. Biza aytdikki, bu belgilar, ya'ni ogohlantiruvchi belgilar aholi punktlarida turli xil masofalarda, aholi punktlaridan tashqarida turli xil masofalarda o'rnatiladi deb aytdik. Biz bilamizki, aholi punktlarida 50 va 150 metr oralig'ida o'rnatiladi. Aholi punktlaridan tashqarida esa 150-300 metr oralig'ida o'rnatiladi. Bizdan so'ralayotgan narsa bu aholi yashaydigan joylarda, ya'ni aholi punktlarida qanday metr oralig'ida o'rnatiladi. Xo'p, keling, variantlarni o'qib chiqamiz va variantlar orasida eng to'g'ri keladiganini, eng yaxshisini tanlaymiz. Biz aytyapti 15-25 metr. Yo'q, bunday emas. Ya'ni 15-25 metr 50 va 150 metr oralig'iga tushmaydi. Shu sababli birinchi variant noto'g'ri. Ikkinchi variantni o'qib ko'ramiz. 25-50 metr. Yo'q, bunday ham emas. Bu ham hattoki 50 metrga ham yetib kelmayapti. Biz aytayotgan narsa 50 va 150 metr. Shu oralikdagi javob kerak. Keyingi variant bu 50-100 metr. Bu javob to'g'ri tushadi. Ya'ni biz aytdik 50-150 metr oralig'ida o'rnatilishi kerak. 50-150 metr bu 50 va 150 metr oralig'ida bo'lgan sonlar. Shu sababli biz buni to'g'ri javob sifatida olsak bo'ladi. Undan keyin qaraydigan bo'lsak, 100-150 metr deyilgan, bu ham nisbatan to'g'ri javob, lekin eng to'g'ri javob bo'la olmaydi, chunki aholi punktlarida belgilar 100 metrgacha cho'zilib ketishi biroz noto'g'ri va ko'pincha holatlarda 50 metr oralig'ida yoki unda 50 metrdan biroz o'tgan holatlarda o'rnatilishi mumkin. Shu sababli biz to'g'ri javob sifatida 50 va 100 metr degan javobni olishimiz kerak. Undan keyingi savolimiz bu qaysi belgi tsimon chorraha harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi? Biz bilamizki, o'tgan darsda yo bugungi darsdagi 8-belgida o'rgandik. Xuddi shu savol tushdi adashmasam. Tsimon chorraha harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. Xo'p, boya tahlil qilib bergandek, bu yerda ko'radigan bo'lsak 5 ta belgi bor va bizda yo'nalishni ko'rsatuvchi belgi bu tsimon chorrahada ikkinchi belgi hisoblanadi. Chunki qolgan belgilar hammasi buyuruvchi va axborot ishora belgilari yoki imtiyoz belgilari hisoblanadi. Bizda bittagina tsimon chorrahada harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi, ya'ni o'ngga yoki chapga harakatlanishni ko'rsatadigan belgi. Bu faqatgina ikkinchi belgi. Shu sababli biz qo'rqmasdan ikkinchi belgini tanlasak bo'ladi. Undan keyingi belgimiz bizda qaysi belgi teng ahamiyatli yo'llar kesish chorrahasiga yaqinlashib kelayotganlik haqida ogohlantiradi deyilgan. Xo'p, yaxshilab e'tibor beramiz. Bu yerda so'ralayotgan savol, ya'ni biz faqatgina belgining nomini so'rayapti, ya'ni teng ahamiyatli yo'llar kesishuvi degan belgini topishimiz kerak, xolos. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi, uchinchi belgilar bular ogohlantiruvchi belgilar emas, lekin bizdan so'ralgan narsasi ogohlantiradi deb so'ralgan. Bu degani biz ogohlantiruvchi belgini topishimiz kerak, chunki faqatgina ogohlantiruvchi belgilar bizni ogohlantiradi. Birinchi va ikkinchi, uchinchi belgilar bular imtiyoz belgilari deyiladi. Biz keyingi darslarda imtiyoz belgilaridan o'tganda bu belgilarni o'tamiz. Bu belgilar nima uchun uchburchak deb savol berishingiz mumkin. Bular ham uchburchak ekan, hoshiyasi qizil, lekin ichi oq, ogohlantiruvchi belgi sifatida o'ylab qolishingiz mumkin, lekin bular istisno tariqasida olingan, ya'ni ba'zida bir nechta qoidalardan tashqari bo'lgan belgilar bo'lib qolgan, ya'ni shu sababli bular imtiyoz belgilari sifatida olinadi, lekin baribir shakli jihatdan, rangi jihatdan ogohlantiruvchi belgilarga o'xshashi mumkin, lekin baribir bular imtiyoz belgilari hisoblanadi. Shunda bizda ogohlantiruvchi belgilar qatorida faqat 4 va 5 belgilar qoldi. Keling, siz bilan qaysi birligini o'tgan darsda o'tgan rasmlarimizdan ko'radigan bo'lsak, xuddi shu belgini topamiz. Ya'ni qarasak, 1 va 6 belgisi, ya'ni teng ahamiyatli yo'llar kesishuvi
Demak, bu belgi bizda oldinda teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishuv borligidan ogohlantiradi. Shu sababli qo'rqmasdan biz 5-belgini olsak bo'ladi. Chunki bizdan so'ralayotgan narsa ham teng ahamiyatli yo'llar kesishadigan chorrahaga yaqinlashib kelayotganligi haqida ogohlantiradi deyilgan narsa. Shu sababli biz 5-belgini ya'ni to'g'ri javob sifatida qabul qilamiz va bu to'g'ri javob sifatida qabul qilinadi. Xo'p, bizda keyingi savol, quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchi belgilar jumlasiga kiradi degan savol. Ya'ni bizdan so'ralayotgan narsa, bularning qaysi biri ogohlantiruvchi belgilar deyapti. Biz qaraydigan bo'lsak, birinchi belgi bu ham ogohlantiruvchi belgi. Biz o'tgan darsda bu belgining nomi aylanma harakat degan nomni bildiradi. Ikkinchi belgimiz bizda bu xavfli burilishlar degan narsa haqida ogohlantiradi. Ya'ni yo'limizda xavfli burilishlar borligidan ogohlantiradi. Uchinchi belgimiz ham bu ham ogohlantiruvchi belgi, bizda yo'nalishni ko'rsatadi. To'rtinchi belgimiz bizning yo'lning o'ng tarafini torayishini bildiradi. Beshinchi belgimiz esa o'ng tomonga xavfli burilish borligi haqida ogohlantiradi. Ko'rib turadigan bo'lsak, bu belgilarning barchasi ogohlantirish belgisi. Shu sababli biz to'g'ri javob sifatida hammasi degan belgini olishimiz kerak. Chunki bularning barchasi ogohlantiruvchi belgilar guruhiga kiradigan belgi. Xo'p, bundan keyingi savolimiz, aholi punktlaridan tashqarida qaysi belgi takrorlanadi deb savol berilgan. Ya'ni o'tgan darsda bir narsani aytish esimdan chiqib qolibdi. Bizda ogohlantiruvchi belgilar guruhidan 6 ta belgi bor. Ya'ni aholi punktlaridan tashqarida 2 marta keladi. Ya'ni 2 marta sizni ogohlantirib keladi. Hozir keling sizga aytib qo'ya qolaman bu savolning javobini. Bizda 3-belgi, ya'ni sohilga chiqish, ya'ni yo'lning chetida sohil bo'lishi mumkin degan ogohlantiruvchi belgi bizda 2 marta keladi. Ya'ni aholi punktlaridan tashqarida. Aholi punktlaridan tashqarida bilsak, yo'l belgilari, ogohlantiruvchi belgilar 150 va 300 metr oralig'ida o'rnatiladi va bu belgi bizda 2 marta kelishi mumkin. Ya'ni bir marta 300 metrda kelsa, bir marta 200 metrda kelishi mumkin yoki bu raqamlar o'zgarishi mumkin. Ya'ni lekin ma'nosi jihatdan, ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, bu belgi aholi punktlaridan tashqarida 2 marta keladi. Shu sababli biz 3-raqamli belgini tanlasak bo'ladi. Xo'p, demak bizda keyingi savol, qaysi belgi velosiped yo'lkasi bilan kesishuvni bildiradi degan savol. Xo'p, keling birinchi navbatda bu belgilarni ko'rib chiqamiz. Ko'radigan bo'lsak, deyarli barchasi velosiped mototsikllardan iborat. Shu sababli biroz qiynalishimiz mumkin, lekin keling birma-bir belgilarning vazifasini, nomini o'rganib, kerak noto'g'ri javoblarni olib tashlaymiz. Bizda birinchi belgi bu buyuruvchi belgi hisoblanadi, ya'ni velosiped yo'lkasi degan ma'noni bildiradi. Hech qanday velosiped yo'lkasi bilan kesishuvni bildirmaydi. Bizda ikkinchi belgi bu ogohlantiruvchi belgi hisoblanadi va bu oldinda velosiped yo'lkasi borligini bildiradi va ogohlantiruvchi belgilar ogohlantiruvchi belgilarni o'tganimizda ham ko'rdik. Bu belgining nomi velosiped yo'lkasi bilan kesishuv degan ma'noni bildiradi. Hozir bir marta sizlar bilan ishonch hosil qilish maqsadida qarab qo'yamiz. Ogohlantiruvchi belgilarni qaraydigan bo'lsak, mana xuddi shu belgi 122 belgisi velosiped yo'lkasi bilan kesishuv. Ya'ni bizdan so'rayotgan narsa savolda faqatgina belgining nomini so'rayapti. 122 belgisi bu velosiped yo'lkasi bilan kesishuv. Demak, biz to'g'ri javob sifatida ikkinchini olsak bo'ladi. Keling shunda ham boshqa belgilarni ham ko'rib chiqamiz. Bizda 3-belgi bu taqiqlovchi belgi hisoblanadi. 5-belgi ham taqiqlovchi belgi. Buni keyingi darslarda taqiqlovchi belgilarni o'tganimizda to'liq tushuntirib beraman. 4-belgimiz bu yerda qo'shimcha axborot ishora belgisi hisoblanadi. Faqatgina bu bir o'zi kelmaydi, boshqa belgilar asosiy yo'l belgilari bilan birga keladi va qo'shimcha ma'lumot berish vazifasini bildiradi. Lekin bu bizdan so'ralayotgan savolga javob bo'la olmaydi. Shu sababli biz to'g'ri javob sifatida ikkinchi belgini qabul qilamiz. Xo'p, demak, shu paytgacha bo'lgan tushuntirgan narsalar hammasi yaxshi bo'ldimi? Yozib olinglar iltimos. Ozim, ekran hammasi yaxshi bo'layotgan bo'lsa davom etamiz. Hozir kanalga savol tashib qo'ydim. O'sha kanalda postini anaqani tagiga yozib qo'ysanglar, hammasi yaxshi ketayotganini, hammasi tushunarli bo'layotganini aytsanglar, men davom etaman. Demak, ancha o'ylashimcha hammasi yaxshi, to'g'rimi? Demak, xo'p, hammasi yaxshi bo'lsa davom etamiz. Kelinglar do'stlar. Xo'p, bizda 9-savol, qaysi belgi yo'lning xavfli burilishga yaqinlashayotganligi haqida ogohlantiradi? Biz o'tgan darsda o'tdik, ya'ni ogohlantiruvchi belgilar bor. Xavfli yo'llarga kelayotganimizda bizni uzoqlikdan, ya'ni bir necha metr masofadan ogohlantirishi mumkin.
men o'ylaymanki bu javobni topish sizlarga unchalik qiyin bo'lmaydi, chunki biz o'tgan darsda aytdik, xuddi shu belgi, ya'ni ikkinchi raqamli belgi bizda xavfli burilish belgisi hisoblanadi va yo'llarning xavfli burilishlari oldidan bizni ogohlantiradi. Xo'p, keling shunda ham boshqa belgilarni ham ko'rib chiqamiz. Bizda birinchi belgi, bu ham ogohlantiruvchi belgi, faqatgina bu xavfli burilish haqida emas, balki yo'lning torayishi, ya'ni yo'lning chap tomonidan torayishi haqida ogohlantiradi. Bizda uchinchi belgi xuddi xavfli burilishga o'xshab ketadigan belgi, faqatgina bu xavfli burilish emas, xavfli burilishlar degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bizda xavfli burilish bir dona emas, balki bir nechta bo'lishi mumkin degan ma'noda keladi. Bizda to'rtinchi belgi bizda ogohlantiruvchi belgi emas. Bizdan so'ralayotgan narsa, do'stlar qaraydigan bo'lsak, ogohlantiradi deb savol berilgan. Savolda ham o'qiyotgan vaqtimiz har doim e'tiborli bo'lishimiz kerak. Buyuradi deb kelishi mumkin, ogohlantiradi deb kelishi mumkin. O'shanda biz buyuradi deydigan bo'lsak, buyuruvchi belgini, ogohlantiradi deydigan bo'lsak, ogohlantiruvchi belgini topishimiz kerak. Bizda to'rtinchi belgi bu ogohlantiruvchi belgi emas, bu qo'shimcha axborot belgi. Chunki biz ogohlantiruvchi belgilarni o'tganimizda bunday belgini ko'rmadik. Shu sababli biz to'rtinchi variantni shunchaki chiqarib yuborsak bo'ladi. Bizda beshinchi belgi, bu ham ogohlantiruvchi belgi, faqatgina bu xavfli burilish haqida emas, balki boshqa xavf-xatarlar degan deb nomlanadi va boshqa xavf-xatarlar haqida ogohlantiradi. Xo'p, bizda shu savol eng to'g'ri variant bu ikkinchi javob, ya'ni xavfli burilishga yaqinlashayotganligimiz haqida ogohlantiradi. Xo'p, demak bu to'g'ri javob sifatida qabul qilindi. Xo'p, keling bizda 10-savol, qaysi yo'ldan harakatlanishga ruxsat etilgan? Xo'p, qaraydigan bo'lsak, bizda ikkita yo'nalish mavjud. Birinchisi A yo'nalish va ikkinchisi B yo'nalish. Qaraydigan bo'lsak, bizda ogohlantiruvchi belgi ham mavjud. Ogohlantiruvchi belgi nima haqida ogohlantiryapti? Ya'ni yo'lning chap tomonga burilayotganligi, yo'lning chap tomonga davom etayotganligi haqida ogohlantiryapti. Bizdan savol so'ralyaptiki, qaysi yo'ldan harakatlanishga ruxsat etilgan? Demak, bizda men aytamanki, ikkita yo'nalishda ham harakatlanishimizga ruxsat etilgan. Nimaga? Chunki bizda bu ogohlantiruvchi belgi faqatgina bizga yo'nalishga yo'limiz davom etayotganligi haqida ogohlantiryapti. Hech qanday taqiq qo'ymayapti yoki hech qanday mumkin emas degan narsani bizga kiritmayapti. Faqatgina bizga axborot beryaptiki, ya'ni ogohlantiryaptiki, yo'limiz chap tomonga ketyapti degan ma'noda. Shu sababli biz javob sifatida ikkala tomonga ham harakatlanishimiz mumkin degan javob olishimiz mumkin. Xohlasak B yo'nalishida ketsak bo'ladi, xohlasak A yo'nalishida ketsak bo'ladi. Shu sababli javob sifatida F3 ni olamiz, ya'ni A va B. Xo'p, keyingi savol bu yo'l belgisi oldinda nima borligidan ogohlantiradi deyilgan. Ya'ni kelinglar bu yo'l belgisiga qaytamiz. Bu yo'l belgisini nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak qaytadigan bo'lsak, bu yo'l belgisi bizda bir daqiqa. Demak, bu yo'l belgisini ko'rishimiz kerak. Adashmasam o'tib ketdi. Mana sohilga chiqish, ya'ni bizga sohilga chiqish haqida ogohlantirish xabarini beryapti. Xo'p, keling variantlar orasiga qaytamiz. Bizda ko'prik yoki sohilda kechimi bo'lmagan suv to'siqli yo'l qismi borligidan. Yo'q, unday emas. F2da suv to'siqli yo'l qismida ochib qo'yilgan ko'prik borligidan. Yo'q, bunday ham emas. Uchinchi variantda yo'l anhor yoqasiga yoki biror bir suv havzasining qirg'og'iga chiqadigan joyi borligidan. Ya'ni biz aytdik, bu belgi sohilga chiqish deb nomlanadi. Va bizda F3da ham xuddi shu narsani aytyapti. Ya'ni yo'l anhor yoqasiga yoki biror bir suv havzasining qirg'og'iga chiqiladigan joy borligidan degan ogohlantirish ishorasini beradi degan variant bo'lyapti. Shu sababli keling F3 ni tanlaymiz. Bu javobimiz to'g'ri javob sifatida qabul qilindi. Xo'p, keyingi savolimiz bu yo'l belgisi nimani bildiradi? E'tibor bergan bo'lsak, do'stlar, bir nechta savollar oldin xuddi shuning faqatgina X shaklini ko'rdik. Ya'ni hozir bizda yana qo'shimcha belgisi bor. Qo'shimcha tarzda qizil belgicha bor. Bu belgi bizda nima deb nomlanadi? Keling qaytib ko'ramiz. Qaytib ko'radigan bo'lsak, bizda yuqorida xuddi shu belgilar bor. Ya'ni birinchisi 131 belgisi, bir izli temir yo'l kesishmasi, ikkinchisi 132 belgisi ko'p izli temir yo'l kesishmasi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, demak biz javoblar orasidan faqatgina ko'p izli temir yo'l kesishmasi degan javobni tanlashimiz kerak. Xo'p, birinchisiga qaraydigan bo'lsak, shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kesishmasi. Yo'q, bunday emas. Bu bir izli temir yo'l kesishmasi haqida ogohlantirmaydi. Faqatgina bu ko'p izli 2 va yoki undan ko'p izli temir yo'l kesishmalari haqida ogohlantiradi. Biz F2da shlagbaum bilan jihozlangan bir izli temir yo'l kesishmasi deyapti. Yo'q, bunday emas. Yana bu bizga berayotgan javobi bir izli deyapti. Yo'q, bu bir izli emas, balki ko'p izli temir yo'l kesishmasi borligidan ogohlantiradi. F3da qaraydigan bo'lsak, shlagbaum bilan jihozlanmagan 2 va undan
ko'p izli temir yo'l kesishmasi degan javob berilyapti. Xo'p do'stlar, bu javob to'g'ri. Nima uchun? Keling birinchi tahlil qilamiz javobni. Shlagbaum bilan jihozlanmagan deyapti. Bu degani, bu aytdik, bu ikkala belgi 131, 132 belgisi faqatgina shlagbaum bilan jihozlanmagan temir yo'l kesishmalar oldida o'rnatiladi. Shlagbaum bilan jihozlangan temir yo'l kesishmalari bo'lsa, bu belgilarni o'rnatishdan hojat yo'q. Shu sababli bu faqatgina shlagbaum bilan jihozlanmagan va belgining nomi 2 va undan ko'p izli temir yo'l kesishmasi degan ma'noni bildiradi. Hop, javobni tanlaymiz va keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, belgilardan qaysi biri bevosita yo'lning xavfli qismi oldida o'rnatiladi? Demak, savolni tushunayotgan bo'lsak, ya'ni bir necha metr masofadan ogohlantirmaydi, balki o'sha xavfni oldindan o'rnatiladi deyapti. Men sizlarga aytdimki, mana bu belgi, ya'ni 5-belgi bir izli temir yo'l kesishmasi deb nomlangan belgi temir yo'l kesishmasini oldida o'rnatiladi. Chunki biz temir yo'l kesishmasiga borganda, ya'ni relsni oldiga borganda biz bilishimiz kerak necha izli temir yo'l kesishmasligi ekanligi haqida. Shu sababli bu belgi o'sha relsni oldida o'rnatiladi. Bizga temir yo'l kesishmasi necha izli ekanligidan ogohlantiradi. Ya'ni bu boya aytgandek boshqa belgilar kabi 50-100 metr yoki 50-150 metr oldidan emas, balki o'sha temir yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi. Bizdan so'rayotgan savol ham xuddi shunday. Qaysi belgi bizda temir yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi degan narsani so'rayapti. Shu sababli biz qo'rqmasdan 5-javobni, ya'ni 5-belgini tanlasak bo'ladi. Bizda 5-belgi F5 javobida, ya'ni variantida berilgan. Shu sababli 5-belgini tanlaymiz. Hop, bizda keyingi savol, qaysi belgi shlagbaumli temir yo'l kesishmasiga yaqinlashganlik haqida ogohlantiradi? Xuddi boyagi narsa, ya'ni biri shlagbaumli temir yo'l kesishmasi bor yoki shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi bor. Bizdan so'rayotgan narsa shlagbaumli temir yo'l kesishmasi qaysi biri degan ma'noni, ya'ni savolni so'rayapti. Hop, keyin yana bir marta o'rgangan narsamizga qaytamiz. Bizda ko'rib turgan bo'lsak, 1 belgisi bor, 2 belgisi bor. Ikkalasi ham temir yo'l kesishmasiga yaqinlashuv, faqat biri shlagbaumli temir yo'l kesishmasi, ikkinchisi shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi. Xo'p, bizdan so'rayotgan narsa esa shlagbaumli temir yo'l kesishmasi. Shu sababli xuddi shunaqa belgi ko'rsatilgan javobni tanlashimiz kerak. Xo'p, bizda javob orasidan qaytgan bo'lsak, 4-belgi bu shlagbaumli temir yo'l kesishmasiga yaqinlashgan haqida ogohlantiradi. Shu sababli F4ni 4-belgini tanlaymiz. Xo'p, bizda keyingi savol, ushbu yo'l belgisi chorrahaga yaqinlashayotganlik to'g'risida ogohlantiradi. Bunda siz, ya'ni bizdan ko'rib turadigan bo'lsak, transport vositasi, ya'ni qora yengil avtomobil chorrahaga yaqinlashyapti. Oldida chorraha mavjud, ya'ni yo'llar kesishmasi mavjud va bu chorrahaga yetishdan oldin, ya'ni chorrahadan bir necha metr masofa oldindan bizda ogohlantiruvchi belgi qo'yilyapti. Ya'ni bu belgini biladigan bo'lsak, keyin yana bir marta mustahkamlab olamiz. Bu belgi qanaqa belgi edi o'zi aslida? Ko'radigan bo'lsak, 1-6 belgisi teng ahamiyatli yo'llar kesishuvi. Biz bu belgini o'tganda aytib o'tdik, ya'ni bu belgida yo'llar teng ahamiyatli ekanligini, ya'ni 4 tala yo'nalishda, ya'ni chorrahada bilsak 4 ta yo'nalish bo'ladi. 4 ta yo'nalishdan kelayotgan transport vositalari hammasi teng ahamiyatga, ya'ni kim birinchi o'tadi degan savolga javob faqatgina o'ng qo'l qoidasi orqali olinadi. Ya'ni o'ng tomondan kelayotgan transport vositasiga har doim yo'l beriladi. Ya'ni o'ng qo'li bo'sh bo'lgan transport vositasi esa birinchi navbatda o'tadi. Xuddi shu narsani bizda savolda so'ralgan va o'shanga javob berishimiz kerak. Keyin shu sababli variantlarni o'qib ko'ramiz. Variantlar orasidan eng to'g'risini tanlab olamiz. Xo'p, bizda F1 varianti birinchi bo'lib o'tish huquqiga egasiz. Yo'q, bunday emas. Chunki biz birinchi bo'lib o'tish huquqiga egaligimiz haqida ogohlantirmaydi bu belgi, balki bizda chorrahaga yaqinlashib kelayotganda o'ng qo'limizdan kelayotgan, o'ng tarafimizdan kelayotgan transport vositasini o'tkazib yuborishimiz, birinchi navbatda o'tkazib yuborishimizni, keyin esa o'zimiz o'tishimiz kerakligi haqida ogohlantiradi. Undan keyingi variantda bizda kesib o'tayotgan yo'ldagi transport vositalariga yo'l berishingiz kerak. Yo'q, bunday emas. Ya'ni faqatgina xohlagan tarafdan kesib o'tayotgan transport vositasiga emas, balki faqatgina o'ng tarafdan kelayotgan transport vositasiga yo'l berishimiz kerak. Shu sababli bu javob variantini ham to'liq javob bo'la olmaganligi sababli xato sifatida o'ylab ko'ramiz va keyingi variantga o'tamiz. Faqatgina o'ng tomondan yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga yo'l berishingiz kerak. Bu javob biz xohlayotgan javob, ya'ni biz o'ylagan javob. Faqatgina bu belgida ko'rayotgan bo'lsak, teng ahamiyatli chorrahaga yaqinlashyapmiz deyapti va faqat teng ahamiyatli chorrahada faqatgina o'ng tomondan harakatlanib kelayotgan transport vositasiga yo'l berib, keyin o'zimiz o'tsak bo'ladi. Shu sababli javob sifatida F3 ni olamiz. Bu bizda to'g'ri javob sifatida qabul qilinadi. Xo'p, demak bizda keyingi savol, ushbu belgi, ya'ni ushbu belgi nima belgi ekanligini topishimiz kerak. Biz bilamizki, biz o'tdik oldingi darsda bu belgi nima belgi ekanligi haqida. Keling, yana bir bor mustahkamlab ko'ramiz. Sal pastroqqa tushadigan bo'lsak, ushbu belgi haqida ma'lumot bor. Mana xuddi adashmasam 132 belgisi tirbandlik, ya'ni bu belgining nomi tirbandlik, ya'ni oldinda bizda tirbandlik, ya'ni qilib aytadigan bo'lsak, probka, ya'ni shaharlarda ko'p ko'rsatamiz, probka holatlari ko'p uchrab turadi, ya'ni tirbandlik holatlari ko'p uchrab turadi.
Xo'p, demak, shunchaki savolga qaytamiz va savoldan topamiz. Xuddi tirbandlik degan javobni qidiramiz va belgilaymiz. Ushbu belgi demak, bizda F1 oldinda harakatlanish serqatnovligi haqida ogohlantiradi. Yo'q, unday emas. Serqatnov degani, ya'ni probkasiz, ya'ni tirbandliksiz degani. Lekin bizga tirbandlik degan javob kerak. Shu sababli F1 ni javob sifatida qabul qilmaymiz va keyingi variantga o'tamiz. Bizda keyingi variant oldinda transport vositalarining tirbandligi haqida ogohlantiradi. Bu javob bizda to'g'ri javob, chunki biz boyadan beri aytyapmiz, tirbandlik haqida ogohlantiradi. Demak, shu sababli F2 ni to'g'ri javob sifatida qabul qilsak bo'ladi. Lekin shunda ham o'zimiz ishonch hosil qilish uchun keyingi variantni ham o'qib qo'yishimiz kerak. Shunchaki shoshmasligimiz kerak testda ishlayotgan vaqtimizda. F3 da oldinda transport vositalari orasidagi xavfsiz oraliqni ta'minlash lozimligi haqida ogohlantiradi. Yo'q, bu yerda hech qanday oraliqli masofalar haqida ogohlantirmaydi. Bu belgi nomining 1.32 faqatgina tirbandlik haqida ogohlantiradi. Shu sababli F2 ni qo'rqmasdan belgilasak bo'ladi. Xo'p, demak, quyidagi belgilardan qaysi bir haydovchini boshqa xavf-xatarlar to'g'risida ogohlantiradi? Demak, bizda ko'rib turibmiz, 3 ta belgi bor. Biza aytib o'tdikki, o'tgan darsimizda bir belgi bor, ya'ni mana bu V belgisi, ya'ni undov belgisi V variantida berilgan haydovchini boshqa xavf-xatarlar haqida ogohlantiradi va belgining nomi ham boshqa xavf-xatarlar deb nomlanadi. Shu sababli qo'rqmasdan V javobini tanlasak bo'ladi. Xo'p, demak, bizda keyingi savol qaysi belgi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotganligi haqida ogohlantiradi. Xo'p, demak, yana savolga yaxshilab e'tibor bersak, javobni shunchaki topib qo'yishimiz mumkin. Bizda aytyapti, ogohlantiradi deb so'ralyapti. Bizda qarab turadigan bo'lsak, 3 ta variant berilgan va biz bilamiz ogohlantiruvchi belgilar qanday bo'lishini. Ogohlantiruvchi belgilar uchburchak shaklda va hoshiyasi qizil, ichi oq shaklda bo'ladi. Bizda bitta variant, bu faqatgina A varianti. Qolgan belgilar bizda biri ikkalasi ham axborot ishora belgilari hisoblanadi. O'sha sababli bular hech qanday ogohlantirish ishorasini bermaydi va yaqinlashib kelayotganligimiz haqida ogohlantirayotganligi sababli A variantini to'g'ri javob sifatida qabul qilsak bo'ladi. Faqatgina A, boshqa B va V belgilari, ya'ni javoblari noto'g'ri. Biz faqat A degan javobni belgilaymiz. Xo'p, keyingi savol ko'rsatilgan qaysi belgi yo'lning o'ta sirpanchiq bo'lgan qismini bildiradi? Xo'p, qaraydigan bo'lsak, bizda 3 ta belgi mavjud. 3 ta belgilarni faqatgina biz nomini topib qo'ysak bo'lgani. Shunchaki o'tgan darsda o'rgangan narsamizga qaytamiz. Keyin qarab ko'ramiz. Bizda so'ralayotgan narsa o'ta sirpanchiq bo'lgan qismini bildiradi. Ya'ni sirpanchiqlik haqida ogohlantiruvchi belgini topishga harakat qilamiz. Xo'p, qaytadigan bo'lsak, bizda sal teparoqqa chiqadigan bo'lsak, sal teparoqqa chiqamiz. Demak, xo'p, bizda mana bu belgi ham bor hozir variantlar orasidan, lekin o'qib ko'radigan bo'lsak, 1.17 belgisi tosh otilish xavfi haqida hech qanday sirpanchiqlik haqida ogohlantirmaydi. Shu sababli biz bu belgini chiqarib tashlagan holda keyingi belgini izlasak bo'ladi. Bizda 1.15 belgisi, ya'ni bu belgi ham variantlar orasida bor edi. Belgining nomini o'qiydigan bo'lsak, sirpanchiq yo'l degan belgi. Shu sababli buni shunchaki javob sifatida qabul qilsak bo'ladi, chunki bu sirpanchiqlik haqida ogohlantiryapti. Hop, bizda belgi V belgisiga to'g'ri keladi va bu sirpanchiqlik haqida ogohlantiradi. Shu sababli javob sifatida V ni qo'rqmasdan olsak bo'ladi. Xo'p, bizda keyingi savol qaysi belgi temir yo'l kesishmasini to'suvchi moslama bilan jihozlanganligi haqida ogohlantiradi? Bizda bilamiz, to'suvchi moslama degan belgini ham o'tdik. Bu ogohlantiruvchi belgilar guruhiga kiradi. Shunday savolga qaraydigan bo'lsak, bizdan so'rayotgan narsa ogohlantiradi. Demak, biz ogohlantiruvchi belgini topishimiz kerak. Xo'p, demak, bizda S javob bo'ladi, chunki bu belgining nomi to'suvchi qurilma deb nomlanadi va bizda oldinda to'suvchi qurilma borligi haqida ogohlantirib keladi. Shu sababli qo'rqmasdan S javobini olsak bo'ladi. Xo'p, demak, bizda ushbu belgi nimani bildiradi? Keyingi savol, ya'ni adashmasam 21-savol. Ushbu belgi nimani bildiradi? Bu belgini ham o'tdik, ya'ni bu ham ogohlantiruvchi belgi va bizda oldinda sun'iy yo'l notekisligi haqida bildiradi. Ya'ni yo'l sun'iylashtirilgan holda notekislangan, ya'ni ko'rgan bo'lsa kerak, mahallalarda do'mbalaklar qo'yib qo'yiladi, mashinalarning tezligini pasaytirish maqsadida, ya'ni avtotransport vositalarining tezligini past holatda ta'minlash maqsadida bu belgini o'rnatishadi. Shu sababli biz shunchaki qo'rqmasdan sun'iy yo'l notekisligi degan belgini qidirib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bizda oldinda tik balandlik borligi yo'q. Bu hech qanday tik balandlik haqida ogohlantirmaydi. F2 oldinda ko'tarma ko'prik borligi haqida yo'q. Bu belgi hech qanday ko'prik borligi haqida ogohlantirmaydi. Bu belgi faqatgina sun'iy yo'l notekisligi borligidan ogohlantiradi. Shu sababli F3 ni variant sifatida qabul qilsak bo'ladi.
Hop bizda keyingi savol, 22-savol. Ushbu belgilardan qaysi biri notekis yo'l deb nomlanadi? Hozirgina o'tdik, faqatgina bu bizda hozir bundan oldin ko'rgan variantimiz bu sun'iy yo'l notekisligi edi, lekin bizda hozir so'ralayotgan narsa sun'iylashtirilmagan, ya'ni tabiiy notekis yo'lni borligidan ogohlantiradi deyilgan. Bizda ko'radigan bo'lsak variant orasida A variantda bu oldinda boshqaruvchi qurilma borligi haqida ogohlantiradi. B variant esa xuddi boya ko'rgan belgimiz, ya'ni sun'iy yo'l notekisligi haqida ogohlantiradi. C belgimiz esa tabiiy yo'l notekisligi haqida ogohlantiradi. Shu sababli biz qo'rqmasdan C variantini tanlasak bo'ladi. Xo'p, demak bizda 23-savol. Ushbu belgilardan qaysi biri oldinda yo'l qoplamasi ustida sun'iy notekislik borligi haqida ogohlantiradi? Demak, boyagi xuddi narsa, ya'ni qaysi biri sun'iy notekislik borligi haqida ogohlantiradi deyilgan. Biz boya ham aytib o'tdik, bizda B variant faqatgina sun'iy notekislik borligi haqida ogohlantiradi. Shu sababli biz variant sifatida faqatgina V ni tanlasak bo'ladi. Xo'p, demak bizda keyingi savol, ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llanadi? Demak, boya aytib o'tgandek, bu yana sun'iy yo'l notekisligi belgisi. Ya'ni ko'ryapsizmi, bitta belgini o'rgansangiz, 3 ta savolga javob bera olishingiz mumkin. Chunki testlar ham faqatgina mavzular doirasida olinadi. Turli xil mavzular bor, ya'ni yo'l qoidalarida turli xil mavzular bor. Ya'ni har bitta 7 xil guruhga oid bo'lgan ogohlantiruvchi belgilar bor, uzr kechasiz belgilar va yo'l qoidalari belgilari bor va boshqa turdagi mavzular bor. Agar har bitta mavzuni yaxshilab o'rganib chiqadigan bo'lsak, savollar ham shu mavzular doirasida tuzilgan va barcha savollarga, ya'ni ko'ryapsizki, biz faqatgina ogohlantiruvchi belgilarni o'rganib, faqatgina ogohlantiruvchi belgilarni o'rgangan holda 35 ta savolga to'g'ri javob bersak bo'ladi. Faqatgina bitta mavzu o'tdik, bitta dars o'tdik va 35 ta savolni bemalol tushunib yechib chiqyapmiz. Shu sababli men ko'proq maslahat beraman hammaga mavzularni o'rganishga. Xo'p, demak, savolga qaytamiz. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llanadi? Xo'p, ko'rib turibmiz. Bu belgi sun'iy yo'l notekisligi deb ataladi va sun'iy yo'l notekisligi faqat tezlikni kamaytirish uchun, ya'ni boshqa transport vositalarining tezligini kamaytirish uchun qo'llaniladi. Xo'p, bizda bu to'g'ri javob sifatida qabul qilamiz, ya'ni majburiy tarzda tezlikni kamaytirish uchun degan variantni to'g'ri javob sifatida qabul qilsak bo'ladi, chunki bizda F2 da keskin tormoz berish uchun yo'q, unday emas. Biz tormoz berish haqida bu belgida gaplashmaganmiz. Undan keyingisi esa ehtiyot choralarini ko'rish uchun yo'q, unday ham emas. Faqatgina majburiy tarzda tezlikni kamaytirish uchun degan javobni qabul qilamiz. Xo'p, demak bizda 25-savol. Qaysi belgi yo'lning kichik radiusli burilish joyiga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi deb so'ralgan. So'ralayotgan narsasi kichik radiusli burilish joyiga, ya'ni ko'ryapsiz, kichik radiusli degani bu keskin buriluvchi, ya'ni torroq burilish joyiga yaqinlashayotganligimiz degan ma'noni bildiradi. Xo'p, biz biladigan bo'lsak, bizda 5-belgi xavfli burilish degan ma'noni anglatadi. Shu sababli biz qo'rqmasdan 5-javobni tanlasak bo'ladi. Bizda faqatgina burilish deb so'ralgani uchun 5-javobni qabul qilamiz. Balki agar burilishlar deganda biz 3-javobni, 3-variantni qabul qilsak bo'lardi, chunki bu 3-belgimiz bizda xavfli burilishlar, bizda 5-chi esa xavfli burilish. Biz to'g'ri javob sifatida 5-belgini qabul qilamiz. Hop, bizda keyingi savol, ushbu yo'l belgisi. Hop, bu belgini ham boya testlarimizda ko'rib o'tdik. Bu belgisi oldinda boshqaruvchi qurilma borligi haqida ogohlantiradi. Shu sababli variantlar orasidan xuddi shunaqa yozilgan variantni qidirib ko'rishimiz kerak. Xo'p, bizda F1 qatnov qismida to'suvchi qurilma borligidan bildiradi. Xo'p, bu ham to'liq javob bo'la olmaydi. Bu qisman javob bo'lishi mumkin, lekin bu yerda ko'radigan bo'lsak, qatnov qismida deyilgan. Bu belgi faqatgina qatnov qismida emas, balki boshqa joylarda ham o'rnatilishi mumkin. Shuning uchun biz umumiylashtirgan holatda oldinda deb javob berishimiz kerak. Balki qatnov qismida emas, balki oldinda degan javobni tanlashimiz kerak. Xo'p, bizda F2 da ko'radigan bo'lsak, oldinda boshqariladigan to'suvchi qurilma borligini bildiradi degan. Shu sababli biz to'g'ri javob sifatida F2 ni olishimiz kerak, chunki bitta ko'rayotgan bo'lsak, farqi F1 bilan F2 ni oldinda yoki qatnov qismida deyilgan. Biz savolni to'liqroq, ya'ni mukammal berishimiz uchun, ya'ni javobni mukammal berishimiz uchun F2 ni bersak bo'ladi, ya'ni oldinda boshqariladigan to'suvchi qurilma borligi haqida bildiradi degan javobni olsak bo'ladi. Xo'p, undan keyin bizda qaysi belgi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi. Yana bu savolni adashmasam boya ko'rdik, ya'ni takrorlanib kelmoqda adashmasam. Bu belgini aytdik, ya'ni ogohlantiradi deyilgan. Bizda ogohlantiruvchi belgini qidirishimiz kerak. Bizda bittagina ogohlantiruvchi belgi bu A, ya'ni bu tartibga solinmagan piyodalar joyiga yaqinlashayotganimiz haqida ogohlantiradi. B belgisi ko'radigan bo'lsangiz, farqini bilmay qolishingiz mumkin. Ikkalasi ham deyarli
odamcha va zebra chizig'idan o'tmoqda. Nima farqi bor deydigan bo'lsak, A belgi bizda bir necha metr masofadan oldin o'rnatiladi-da, oldinda piyodalar o'tish joyi borligi haqida ogohlantiradi. Bizda B esa o'sha piyodalar o'tish joyini oldida o'rnatiladi va o'sha yerda piyodalar o'tish joyi borligidan dalolat beradi. Tushunyapsizmi? Demak, A bizda bir necha metr masofadan turib ogohlantiradi, B esa o'sha joyni o'zi o'rnatilib bizga axborot beradi shu yerda piyodalar o'tish joyi borligidan. C belgisi bu umuman boshqa belgi, ya'ni piyodalar o'tish joyiga umuman taalluqli emas. Buni axborot ishora belgi larini o'tganimizda ko'rib chiqamiz, chunki bu axborot ishora belgisi hisoblanadi. Xo'p, demak, to'g'ri javob sifatida faqatgina biz faqat A degan javobni qabul qilamiz. Xo'p, demak, bizda keyingi savol, ushbu yo'l belgisi qanday nomlanadi? Xo'p, ushbu yo'l belgisi temir yo'l kechmasiga yaqinlashuv deb nomlanadi, chunki biz o'tgan darsda ham o'tdik bu belgilarni. Agar bu belgilarni tushunmayotgan bo'lsangiz yoki ogohlantiruvchi belgilarni hali o'rganmagan bo'lsangiz, yuqorida darslarni ko'rsangiz, biz tashlab qo'yganmiz guruhga ikkinchi dars sifatida o'rganib chiqsangiz, hammasini deyarli bilib olasiz. Xo'p, demak, bu biz bu savolda ko'p qolmaymiz. Ya'ni biz aytdik, bu temir yo'l kechmasiga yaqinlashuv haqida ogohlantiradi degan maqsadda F2 ni tanlab keyingi savolga o'tamiz. Bizda keyingi savol, bu belgi qayerlardan oldin o'rnatiladi? Demak, bu yaxshi savol. Biz o'rganib qo'yishimiz kerak. Bu belgi bolalar deb nomlanadi. Ya'ni biz o'rgandik, ogohlantiruvchi belgi yo'limizdan har xil vaziyatda bolalar yugurib chiqib qolishi mumkin degan ma'noda qo'yiladi. Bu belgilar tabiiyki bolalar ko'p bo'lgan joylarda qo'yiladi. Bolalar qayerlarda ko'p bo'ladi? Maktablarda ko'p bo'lishi mumkin, bolalarning dam olish maskanlarida yoki bog'chalarda ko'p bo'lishi mumkin. Shu sababli bu belgi ko'pincha maktablar oldidan, bog'chalar oldidan yoki bolalar gavjum bo'lgan joylar oldidan qo'yiladi. Bizda variantlar sifatida bozorlar oldidan, maktab va bolalarning dam olish maskanlari oldidan yoki vokzal oldidan deyilgan. Shu sababli bizda eng to'g'ri javob maktab va bolalarning dam olish maskanlari oldidan bo'lgani uchun F2 ni to'g'ri javob sifatida qabul qilamiz. Xo'p, keyingisi bizda belgilardan qaysi bir qatnov qismi kechmasi hududini bildiradi. Bizda o'rgandik, qatnov qismi kechmasi degan belgi bor edi. Bu A belgi hisoblanadi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, tushuntirib o'tdimki, bu belgi chorrahalarda o'rnatiladi va chorrahada uzr kechasiz, bu belgi chorrahalarga yetmasdan oldin o'rnatiladi va chorrahaga ham xuddi shunaqa to'rtburchak shakldagi chiziq, sariq chiziq chizib qo'yiladi. Ya'ni to'rtburchak quti sifatida chorraha o'rtasiga chiziladi va o'rtasiga X belgisi qo'yiladi. Bu degani chorrahadan keyingi tomoni, ya'ni chorrahadan o'tayotganingizda to'g'ringizda probka, ya'ni tirbandlik bo'ladigan bo'lsa, chorrahani kesib o'tmang degan ma'noni bildiradi. Shu sababli biz to'g'ri javob sifatida A ni qabul qilsak bo'ladi. Xo'p, demak, bizda keyingi savol, ya'ni 31-savol, bu yo'l belgisi qanday nomlanadi? Bu yo'l belgisi piyodalarning yo'l yoqasidan yurishi mumkin bo'lgan hudud deb nomlanadi, chunki biz o'tgan darsda o'tdik, ya'ni oxiri bo'lib shu belgini o'tdik. Bu belgi o'zi yozib qo'yibdiki, piyodalarning yo'l yoqasidan yurishi mumkin bo'lgan hudud deb yozib qo'yibdi. Shu sababli xuddi shu javob berilgan javobni tanlashimiz kerak, ya'ni variantni tanlashimiz kerak. Bu variant bizda F1 da yozilgan. Shu sababli F1 ni qo'rqmasdan tanlab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, demak, bizda keyingi savol, ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri bolalar deb nomlanadi? Xo'p, demak, biz o'tdik. Bizda ogohlantiruvchi belgilarda bolalar degan belgi bor edi. Shu sababli biz bolalar degan belgini taniymiz. Bu belgi bizda ikkinchi raqamli belgi, bu bolalar deb nomlanadi. Bu ham bolalarning rasmi bo'lgani bilan belgining nomi bolalar emas. Shu sababli buni variant sifatida, javob sifatida qabul qila olmaymiz. Uchinchi belgi ham bu bolalar deb nomlanmaydi. Shu sababli biz eng to'g'ri javob bu bolalar deb nomlangan belgi bizda ikkinchi belgi. Shu sababli qo'rqmasdan ikkinchini tanlasak bo'ladi. Demak, bizda keyingi savol, yovvoyi hayvonlar belgisini ko'rsating. Demak, bizda o'tdik, ogohlantiruvchi belgilarda turli xildagi belgilar bor. Birinchi belgimiz mol haydab o'tish, ikkinchi belgimiz yovvoyi hayvonlar, uchinchi belgimiz pastlab uchuvchi qushlar, to'rtinchi belgimiz esa kemiruvchi hayvonlar degan deb nomlanadi. Ya'ni belgining nomi xuddi shunaqa. Shu sababli bizdan yovvoyi hayvonlar degan belgini so'ragan, biz shunchaki ikkinchi belgini tanlab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, keyingisi xuddi shu rasm, ya'ni bizdan so'ralayotgan narsa endi kemiruvchi va sudralib yuruvchi hayvonlar qaysi javobda ko'rsatilgan? Bizda 4-javobda bu belgining nomi kemiruvchi va sudralib yuruvchilar deb atalganligi uchun 4-variantni qo'rqmasdan tanlab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, demak, bizda oxirgi savol, ya'ni ogohlantiruvchi belgilar mavzusida tushishi mumkin bo'lgan eng oxirgi savol. Ushbu belgi aholi punktlarida xavfli yuk qismini boshlanishidan qancha masofa oldin o'rnatiladi deyilgan. Ya'ni faqatgina belgining qancha masofa oldin o'rnatilishi haqida so'rayapti. O'qiydigan bo'lsak, bu belgi aholi punktlarida deyilgan. Aholi punktlarida boya aytib o'tganimizdek, biz
50-150 metr atrofida yoki 50-100 metr atrofida o'rnatiladi dedik. Shu sababli biz 50-100 metr degan javobni tanlab qo'yishimiz kerak. Xo'p, mana do'stlar, biz ogohlantiruvchi belgilar haqida tushishi mumkin bo'lgan barcha savollarni ko'rib chiqdik. O'ylaymanki, hammaga tushunarli bo'ldi. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, tushunmay qolgan joylar bo'ladigan bo'lsa, mendan so'rasanglar, men hammasiga javob berishga harakat qilaman. O'ylaymanki, hammaga tushundi. Kimda qanaqa savollar bor? Hamma tushuna oldimi? Xo'p, demak, kimda qanday savol bor? Savol bo'lsa, yozib qoldirsanglar yaxshi bo'lardi, men o'qib javob beraman. Qaysi belgi bo'yicha yoki qaysi ko'rib chiqqan savollarimiz bo'yicha savol bor? Xo'p, darslar biz ko'pincha kechki vaqtga qo'yamiz, ya'ni 8 yoki 9, soat 8 yoki 9 da. O'zi aslida 2 safardan beri soat 9 da bo'layotgan edi. Bugun 8 da qildik. Lekin keyingi dars ham yoki 8 da yoki 9 da bo'ladi. Kanalga kuzatib tursangiz yozib yuboramiz, o'shanda ko'rsangiz bo'ladi keyingi darslarni. Xudo xolasa har kuni darslarni davom ettiramiz. Agar kimda qanaqadir tushunmagan joyi bo'lsa yoki tez gapirib yuborgan bo'lsam, men video zapisni ham kanalga dars tugagandan keyin tashlab qo'yaman. O'shanda ko'rib, boshqatdan har bittasini gapirgan gaplarimni tahlil qilib, mag'zini chaqib, o'rganib olsanglar bo'ladi. Har bitta darsni ko'rib borsanglar, har bitta darsni tushunib borsanglar, o'zingizlarga yaxshi. Chunki prava darsida bitta narsa borki, faqatgina mavzuni tushunib, bir nechta savollarga javob topsa bo'ladi. Har bitta savolni bitta-bitta ko'rib o'tirgandan ko'ra, bitta to'liq mavzuni o'rganib, o'sha mavzu savollariga javob bersa yaxshiroq. Bu hozir o'tgan video darsimizni zapisini, ya'ni men zapis qilib olganman. Buni hammasini kanalga tashlab qo'yaman 3-dars sifatida video shaklida. Boshqatdan hammasini ko'rib, tushunib, hammasini o'rganib olsangiz bo'ladi. Agar kanalda, ya'ni video darslarimizda yangilar bo'ladigan bo'lsa, o'tgan darslarni bemalol ko'raversanglar bo'ladi. Chunki shu vaqtgacha 2 dars o'tdik. Bugun 3-darsimiz. Kanalda hammasini video darslari bor. Ya'ni o'tgan narsalarimiz barchasi tushuntirilgan kanalda. O'shanga agar kimdir tushunmay qolgan bo'lsa yoki yangi qo'shilgan bo'lsa, shundoq yuqoriga chiqib videolarni ko'ra oladigan bo'lsa, ya'ni 1-2 dars deb yozib qo'yilgan, o'shalarni ko'rib chiqadigan bo'lsa, tezda yetishib oladi. Hali endi boshladik, unaqa ko'p narsadan o'tganimiz yo'q. Hamma yetishib olsa, ya'ni yangi kirayotganlar ham yetishib oladigan bo'lsa,
Ertadan xudo xolasa yangi mavzu ochishimiz mumkin. O'shanga hammaga yaxshi bo'ladi. Demak do'stlar, hech kimda savollar bo'ladigan bo'lmasa, bizni video dars hozir shu yerda yakunlaymiz. Hamma o'ylaymanki, ogohlantiruvchi belgilar haqida tushunchaga ega bo'ldi. Tushadigan savollarni ham ko'rib chiqdik. O'zingizlar yana bir marta takrorlab ko'ringlar, yana o'zingizlar ogohlantiruvchi belgilarni o'rganib ko'ringlar. Boshqatdan video darsni ko'rib chiqinglar va o'shandan qanaqadir savollar bo'lgan bo'lsa, javob olsanglar bo'ladi. Unda ham qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, mana shu savollar bo'limiga yozadigan bo'lsanglar, o'qib chiqib hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Do'stlar, agar hammaga yoqqan bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ertaga xudo xolisa ko'rishguncha hammaga omad, hammaga yaxshi dam olishlarni tilab qolaman. Demak, hamma bilan xayrlashamiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.